Mashhur o'tgan 2-3 gilaminglar atiga 19 ming so'mdan Ramazon munosabati bilan beraveraman. Assalomu alaykum. Barchaga Ramazon munosabati bilan gilamlarga katta chegirmaga o'tdi. Qaranglar, sak deysizlarmi, urgaz deysizlarmi, nafis xullas, hammasiga katta chegirmaga o'tdi. Xohlagan modellarni tanlaysizlar va chegirma narxda xarid qilasizlar. Narx ko'pdim, narxda va bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Bir dona pasport aylanma kartanglar bo'lsa bo'ldi. Qaranglar, olib borib berish, o'rnatib berish, tikib berish, hammasi ichida. Sizlar telefon qilib ko'ringlar, yoyib berishini ham 25 ming, 20 ming so'm deyishyapti. Tikib berishini 30-35 ming so'm deyishyapti. Texnobrend do'konining hamma tarmog'ida olib borib berish, o'rnatib berish, tikib berish mutlaqo bepul. Yonlarini mana shunaqa chokli qilib, zo'r qilib tikib berishadi va o'rnatib berishadi. Hammasi shu pullik ichiga kiradi. Qaranglar, agar sizlar mana bunaqa daroshka olmoqchi bo'lsanglar yoki katta 4 ga 5, 5 ga 6, xullas libo o'lchamdagi gilamlar bor. Aynan siz Texnobrend do'koniga kelib turib, bir dona pasportingizga ham xarid qilsangiz bo'ladi, bo'lib to'lashga, halol nasiya savdoga. Hech qanaqa banklarni aralashtiruvsiz, siz hech qanaqa bankdan kredit olgan bo'lmaysiz va biz bilan shartnoma qilasiz, xususiy bo'ladi. Pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqing. Eng zo'r narsa gulashdan Ramazon barchamizga muborak bo'lsin. Ramazonda uyingizga bitta gilam yozib qo'ying. Ota-onangiz xursand bo'lib, mazza qilib choy ichishadi. Ko'ngillarni xushnud qilishda davom etamiz. Ko'rganda ko'rishguncha eng zo'rini sizga ulashdim.